Laminat yo'q deganlar uchun ko'rsataman. Mana gilam tagida laminat bor, mana. Ko'rdinglarmi? Laminat tagida topli pol bor. Topli polni ko'rsatish uchun laminatni olaylikmi? Mana. Do'stlar, bu ko'rgan xonamizda eshik yo'q. Eshik mana bu tomondan ochishimiz kerak. Hozir bitta tirslatib, ham eshikni ochamiz, ham attilkasini bitiramiz. Qani, ketdik unda. Mana do'stlar, ko'rib turganlaridek eshik ham ochdik va attilkani ham bitirdik. Bu u xona emas degani uchun ko'rib qo'yinglar, mana safit, baget va mana bu yerdan turba tushgan. Qani ichini ko'ramiz. Mana bu tomonda ikkita deraza bor edi. Buni parda bilan yopildi. Qolganlari mana shunday chiroyli remont qilib berganmiz. Abduhali, tushuntirib bering. Biz bu yerda ishimizda ramkalarimiz ichlariga biralarda uстановка qilib berganmiz. Patologimizga trekvi liniyalarni uстановка qilib diyodlari bilan topli polimiz termoregulyatorni bu yerga qo'yib berganmiz. Elektrichеский topli pol qilib laminat qilib berganmiz. Laminatimiz ko'rinmay qolibdi, gilam tayyorlab. Do'stlar, patologimiz xuddi natijni patologga o'xshab turibdi, ko'rib turibsizlar. Lekin natijni patolog emas, gipsokartondan shpagir qilib kraska sepilgan. Shunaqangi xonani mana shunaqa stilda remont qilib berganmiz. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosinglar. Bu xonamizning kvadrati 53 kvadratlik xona bo'lgan. Nech pul rasxod ketdi deb o'ylaysizlar? Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Agar sizlarga ham shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Sirojbek Adilga guruh profilimizga kirib, obuna bo'lib va qoldirilgan telefon raqamlariga bog'lanib xizmatlarni qildirishingiz mumkin. Sizlar bilan Kamina Sirojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.